yovvoyi televizor. Hammasi seni deb Elvis yana seni aqlga sig'maydigan ixtirolaringdan biri ishdan chiqdi. Uzr so'radim-ku. Hammasini puxta o'ylab chiqqanman deb o'ylagandim. Tanishing, havo boshqaruvchi Buchming. Uni vazifasi oddiy havoni boshqarish. Tushunarli. Rost, bu narsa hatto sahroda ham yomg'ir yog'dira oladi. Eshitishdan qiziq o'xshaydi. Havo deganing jiddiy narsa emasmi? Agar biror nima xato ketsa-chi? Xotirjam bo'l, Tadbirkor. Juda kichik, deyarli yo'qdek xatolik ehtimoli bor. Lekin xatolik bo'lsa ham biz albatta haligi nima demoqchi edim? Voy. Ochinglar! Yordam beringlar! Sal hozir tushib ketardim. Boshsiz qolishimga sal qoldi-ya. Menga yetolmaysan. Seni ortda qoldiraman. Shuncha keng maydonda shu yerda kartush bosish kerak-a? Bu judayam qiziq bo'ldi. Bu juda og'riqli bo'ldi. Voy! Voy! Umrimda bunday og'riqni boshimdan kechirmaganman. Tavba. Voy! Bu hech narsa emas. Voy! Ko'zdim haq. Oldinlari bundan ham yomon edi. Mana. Nima bu Snaydlival kopmi? Ha? Bir vaqtlar biz bir jamoa edik. Bizga sahroda yovvoyi televizorlarni tutish vazifasi berilgandi. 60-yillarda quyi Taunton faqat bir burma qalin temir va zanglagan mixdan iborat. O'sha paytlarda robotlar yovvoyi televizorlarni tutib yaxshi pul ishlashardi. Bu matnili mo'min sefirlar mazali ekan. Daralar orasidan o'taman, titan dioksidini qidirib, faqat men va Tover otimning yolg'iz yo'ldoshi. Faqat u bilan yolg'iz titan dioksidini qidirib. Bir kun sahroda yovvoyi televizor paydo bo'ldi. U afsonaviy 28 yungli va hech qaysi robotini bo'ysundira olmasdi. Aytishlaricha shu paytgacha hech kim bu dahshatli mavjudotni borligini tasdiqlamagan. Xuddi shunday. Bu robotmi? Bo'rimi bu? Bezarar kichik robotdan qo'rqayapsanmi? Ular robotlarni yeyishadi. Men robotman, sen ham robotsan. Ularga yem bo'lishni istaysanmi? Bir kuni bu 28-jungli izim. Xuddi shu. Xuddi o'sha yigitlar bu yovvoyi